Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun xudo xolasa kunimizni ham boshlab oldik. Ertalabda shunaqangi bir xursandchilik kun bilan boshladik albatta. Shu opamiz mana bizni oldimizga kelganda ancha og'riqlar bilan va undan tashqari o'sha uyqusizliklar ham kuzatilyapti bizda, to'g'rimi? Mana shu holatlar bilan kelgan edi. Men ularga mana chiroyli qilib retseptlar tuzib berdim. Xudo xolasa boringki bir 10 kun bo'ldimi? 10 kun, 15 kun bo'ldi. 15 kun. 15 kun ichida mana juda chiroyli natijalarga erishdi. Hozir o'zlaridan eshitdim. Kecha ham telefon orqali muloqot qilganimda shunaqa o'g'limni ham olib ketyapman, shunaqa shifo topdim, yaxshi bo'lganim uchun gapirgan edilar. Mana bu narsani bir keling, iltimos gapirib bering, menga bir sizga sovg'a salomlar ham beraman deganman. Albatta shifo topgan insonga bilasizlar, men doim sovg'a ulashaman. Nimaga? Bu o'zimni xursandchiligim uchun va men mana shu qilgan mehnatimni bu mevasi desam ham bo'ladi. Opajon, mana shu narsalar mana sizga yozib berdim. Smalamomyo va xurmo sharbatlarini yozdim, iko'zriniyalaringizga yozib berdim. Mana shularni iste'mol qilganingizdan keyin qanaqa tanada o'zgarishlar bo'ldi? Shuni bir meni obunachilarimga va bizni kuzatib turgan insonlarga shu bir o'z og'zidan eshitganida yaxshi bo'lardi. Yana ham insonlarning bir ixlosi oshib, shularni shifo topishiga siz ham sababchi bo'lib qolasizda inshaalloh. Alhamdulillah. Men shu kelganimda 3 yildan beri boshim og'rirdi. Uxlolmasdim. Keyin shu natijasini bildim mana. Og'riqlar ham bor edi. Og'riqlar bor edi. Keyin og'riqliklarga chidolmadim. Boshida 3-4 kun. Qiynalsam ham yana ichaman shu ukamni nimalarini. İçaman deb ichdim. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Meni yostiqqa boshim tegsa uxlayapman. Qiynalganim yo'q. Maşallah. Yeni hammadan ham bitta narsani bilingki, uyqu o'zi inson uchun eng zo'r birinchi dori uyqu bo'ladi insonga-da. Chunki mana uyqu yo'qmi, odam to'g'risi haligi jinnidan battar holatga kelib qoladigan holatga keladi-da. Chunki miya dam olmas ekan, borku bizda o'zi yashash nimalarimiz, rejimlarimiz izdan chiqib ketadi. Shuning uchun hamma joyga boring, har qanday inson mana nima qiling, birinchi o'rinda uyqusini surishtirish kerak-da. Shu uyqu bizda zo'r bo'ldimi? Bizda 6 ta gormon zo'r ishlab chiqaradi. Agarda uyqumuz yaxshi emasmi, bo'ldi, shu 6 ta gormonimiz umuman yo'q bizda hisob bo'ladi. Biz haqiqatki hali yarim jon bo'lib qoldik desak ham bo'ladi-da. Alloh rozi bo'lsin, juda ham xursand bo'ldim. 15 kunlik natijada shu holat. Mana hozir shifo topgani uchun farzandlarimni ham olib keldi, ularga ham chiroyli suratlarda naznacheniyalar qilib berdik. Aziz birodarlarim, ko'rib turganingizdek, biz sababini qilib beramiz. Albatta shifo Allohdan, shuni bilinglar. Ixlos bo'lsa bo'ldi. Ixlosi yo'q insonga milliardli dori bersangiz ham ta'sir qilmaydi-da. Bu ixlos tushunchasini odamlar tushunmaydi. Ixlos o'zgacha narsa. Chunki bu ixlosni qiling, inshaalloh shifoni toping. Mana biz sababini qilib beryapmiz. Men shifo topganlarga o'zim alohida padarkam bor. Bilasiz, yaqinda ziyoratlardan keldim. Olib keling Mirodiljon. Men u sizga mana o'sha tillardan olib kelgan joy namozim, shularda namozlarni, ibodatlarni o'qing, bo'ptimi? Men undan ham sizga bergandim. Bu ham mendan sizga padarka. Xudo xolasa shularni iste'molini qilasiz. Bularda namozlarni o'qib, bizni haqqimizga duo qilib qo'yasiz, bo'ptimi? Qani ilohimiy, Parvardigori olam, mana shu bandang. Bitta siz duo qiling, keyin men duo qilaman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Biz rozimiz. Men shu dorilarni ichib yaxshi bo'ldim. Azizlarim, keylar, haqiqat ekan, haqiqatdan ichdim, mana shifo topdim. Kelib ichinglar, olinglar, shifo topinglar. Hammalarimizga sog'lik tilayman. Amin. Amin. Salomat bo'ling ilohimiy, Parvardigori olam. Mana shu bandalaring meni oldimga mana Allohim o'zingdan so'raganman. Robbim sababini oqtargan bandalaringni. Mana shular sababini oqtarganlar qatoridan qilgin. Shu joylarga umid qilib kelishyapti. Allohim barchasiga komil shifoligingdan ato etgin. Oilasini baxtiga, tanijon turmujidan sog' qilgin. Tanasidagi dardlardan Allohim butunlay forig' bo'lsin. Mana shu onam mana komil shifo topayotgan. Allohim bundan da dardlardan butunlay forig' bo'lgan holatlarda ko'rishimiz o'zing ro'zai nasib elargan va qolgan bemorlaringdan Allohim shu holatlarga kelishini o'zingdan so'rab qolaman. Amin. Akbar. Alloh panohida bo'ling. Juda ham xursand bo'ldim. Xudo xolasa keyingi safar o'g'lingiz shifo topib kelganini bitta syomka qilib beramiz. Bo'ptimi? Yaxshi bo'lib qolganini. Xudo xolasa. Salomat bo'ling opajonim. Alloh panohida bo'ling.